sinfdan beri bolalarim o'qiydi. Mana o'g'lim 8-sinf bo'ldi, 1-sinfdan beri o'qiydi. Biz ishonamiz. Rahmat, rahmat. Zo'r maktab. Rahmat. Firdavs bino Yashamiz opasi. Siz bilan hozir gaplashdik. Ha. Yangilik eshitdingizmi opa? Yo'q, eshitganim yo'q. Firdavsbek ingliz tilidan eng yuqori ball qo'lga kiritdi. Tabriklaymiz. Bu bizning maktabimiz ma'muriyatidan sizga alohida minnatdorchilik hamda maktabimiz sovg'asi. Rahmat. Firdavsbekka shunaqa chiroyli tarbiya berayotganingiz uchun va ilmini doim qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun sizga kattakon rahmat aytaman. Hamisha mana shunaqa sizga o'xshagan ilmni yaxshi ko'radigan, farzandni qo'llab-quvvatlaydigan ota-onalarimiz jamiyatda ko'paysin. Sog' bo'linglar opajon, sizdaqa shunaqa farzandlari shunaqa yuqori narsani qo'lga kiritdi. Albatta, buni eng katta xizmat qilgan insonlar baribir siz bilan dadalari bo'ladi. Nima tavsiya berasiz hozirgi kunda aynan shunaqa farzandlari katta natijaga ega bo'lish uchun ota-onalar nima qilish kerak opajon? Albatta, birinchi o'rinda tarbiyasiga e'tibor berish kerak. O'zim ham o'qituvchiman, shu 13-maktabda ishlayman, ona tili adabiyotdan dars beraman. Birinchi o'rinda ota-onalarga murojaatim va tavsiyam farzandim tarbiyalariga yaxshi e'tibor berilsin. Albatta, ta'limga ham e'tibor berishsin, yaxshiroq nazoratda bo'lsin. Albatta, ota-ona birinchi o'rinda bolasini tarbiyasiga e'tibor bersa va ta'limiga alohida vaqt ajratib e'tibor bersa, shunday yutuqlar berishadi. Rahmat sizlarga ham. Biz ishonamiz. Zo'r maktab. 1-sinfdan beri bolalarim o'qiydi. Mana o'g'lim 8-sinf bo'ldi, 1-sinfdan beri o'qiydi. Biz ishonamiz. Rahmat. Zo'r maktab. Rahmat opajon. Bo'ldimi? Firdavsbekka ishonamiz. Xudo xohlasa, dunyoning top eng zo'r universitetlarga o'xshay kiradi. Hali bu boshlanishi. Hali sizlarga mashinalar, uylar katta-katta sizlar orzu qilmagan niyatlaringizga yetkazar Xudo xohlasa. Sizlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar.